Karizcha xamirli ovqatni obzor qilamiz. Bu ovqatga qo'shib menga qovurilgan tuxum ham jo'natib olishibdi va kimchi ham jo'natib olishibdi. Bu kimchi uy sharoitida qilinadigan kimchi. Qishda qilinadigan kimchilarni oshxonadan bu narsa zakaz qilsangiz berishmaydi. Faqatgina uy sharoitida tayyorlanadigan kimchini jo'natishadi va shunaqa guruch bilan ustida turupli kimchi shunaqa jo'natishibdi. Buni aralashtirib yesa maza bo'ladi. Bismillah. Mana oddiy guruch emas, guruch ichiga anaqa qo'shilgan, nimadirlar qo'shilgan. Va turupli kimchi. Bismillah. Oddiy guruch bilan har xil kimchilar yesangiz zo'r ketaveradi. Endi xamir ovqatni obzor qilamiz qani. Koreyani xamir ovqati ikki xil bo'ladi. Bittasi achchiq bo'ladi, bittasi achchiq emas bo'ladi. Men achchig'ini zakaz qildim. Bu xamirli ovqatni ichiga kabachki qo'shilgan, tuxum qo'shilgan va sabzi qo'shilgan ekan va ko'k piyoz bilan xamir. Xamirlari shunaqa katta qalin qo'shishadi mana. Va achqini bo'ladi, maza bo'ladi. Qani bismillah. Dahshat achchiq. Lekin rosa yaxshi ko'raman xamirli ovqatini. Homilador bo'lganimda ham faqat xamirli ovqat ichganman, achchiqmasini.